Jizzax viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasida davlat tilida ish yuritish sifatini yaxshilashga qaratilgan amaliy seminar tashkil etildi. Hozirgi lavha shu xususida. Mazkur tadbirning asosiy maqsadi tashkilot va muassasalarda rasmiy hujjatlarni tayyorlashda, imloviy va uslubiy talablarga qat'iy rioya etish, xat va buyruqlarni shakllantirishda xatolikni kamaytirish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni mustahkamlashdir. Seminar davomida davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazining Jizzax viloyat hududiy bo'linmasi mas'ullari tomonidan hujjatlarni to'g'ri yuritish borasida tadqiqotlar va amaliy tavsiyalar taqdim etildi. Tadbirda nafaqat boshqarmaning o'zi, balki viloyatdagi o'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot markazi, chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmati hamda agrokimyoviy tahlil markazi xodimlari ham ishtirok etishdi. Seminarda davlat tilida ish yuritishning zamonaviy talablari, rasmiy hujjatlarda imloviy va uslubiy xatolarni bartaraf etish, xizmat xatlarini tahlil qilish bo'yicha mutaxassislardan ko'rsatma va tavsiyalar olindi. Mana amaliy seminarimizda eng ko'p bizga berilgan savollardan bittasi ish hujjatlari rasmiylashtirishda aynan o'sha uslublarga e'tibor qilishimiz shartmi, shart emasmi degan savollar berildi. Yo bo'lmasa hozirgi kunda imlo bo'yicha savollar berildi va bizda hozirgi dolzarb masalalardan tasbih turgan alifbomizda 4 ta harfni islohoti o'zgarishi, ya'ni Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib Senatga yuborilganligi. Seminar yakunida ishtirokchilarning davlat tilida ish yuritish borasidagi savollariga mutaxassislardan javoblar olindi va hujjatlar sifatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Mazkur tadbir tizim tashkilotlari o'rtasida tajriba almashinuvi va davlat tili standartlariga rioya etish borasidagi muhim qadam bo'ldi.